Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli YouTube görüşler. Universal Bazar YouTube kanalımızın katılımcıları. Biz bugün Noqat Borborduk Mol Bazarına gelip sağan uylardı tartunu başlaylı. Men birinci çıkarılışta sağan uylardı özünce, to есть sağan uylardı buqalardı bir çıkarılış kılam. Andan soň boz uylardı, kunacındardı, erkek uylar, turpoktordu bir çıkarılış kılam, iki çıkarılış. Ondan keyin жылқы bazar ötöz. Свет жанып тургандан дальше жылқы bazar кызуу жүрөт, өтө баа болгон жерлерди көрсөтөм. Тонар бүгүн ошо шайлоонун арасында менин дагы каналымды кичине шайлап койсоңуздар, ноябрьче 50 000 болбосо да 45 000 подписчикке жетип, жаңы жылга чейин 50 000 подписчикке кирип барууну ниет кылып атасыз тугандар, колдоп койсоңуздар, мен анда тартууну баштайын. Так. Bismillah. Qaysi uydan başlasak? Assalomu alaykum. Tamam, kirib keldi. İşler yaxshimi? Siz azizlar mollar. Mana bozor boshlandi. Ana buna jangi tuqqan mol mana uka. Vaqtbekning uyidan boshlaylik, ha? Sog'an uy ekan. Qo'rpog'ida jash ekan. Ushul uyda qancha bo'ldi tug'an? 100 ming ekan bor. To'rpoq erkak urg'achi. Urg'achi. Sizda ne var ekan? Bizda ham mol hozir kelyapti. Ha, yem keladi. Kichina sabr qilib turamiz, keladi mollar, cho'ng mollar. Ha, mana ekan mollar rosa girib o'tadi. Mollar girib o'tadi. Men giriblar mana shu o'ng joqdan boshlayman doimilachi. Buna son uylardan boshlayman. Tars suraydan. Taqsir, assalomu alaykum. Uy son uyda qancha dedingiz? 100 ming kam bor. To'rpoq erkak bir qachi bor. Erkak to'rpoq bilan, ha? Buna ocha ekan, siz qancha ekan? Jangi tuma ekan, ha? 80 ming so'm ekan. Bor to'rpoq urg'ach ekan, ha? Erkak ekan, ha? Sütü yaxşı oxşayt menimcha. Buna shu yerda 5 dan jo'g'ri bo'lsin. Qaysi bor oldi? Aydangiz. Shvedskiy va? Birinchi tuma xolasi. Birinchi tuma. Qancha dedingiz buni? Qancha dedingiz? 110 ming so'm. To'rpoq erkak urg'achi va? Erkakda. Erkak to'rpoq. Sütni qanday beradi ekan? Ha. Hovuzning suti bor aka. Siz yaxshi uylarga qaramaysiz-ku, mana buqoni qarangizlar. Buqoni qarangizlar. Hozir bundaga boğasini bilamiz borib, o'ta o'zgacha buqoq kerak. Cho'ngdi qarang. Siz nomeringizni qoldirib qo'ymaymi aka? Qoldirib. Aytingchi. 79 menen 50-80-76 номерine байланыша чыгасыздар. Мына ошо акамдын сан уйлар тууралуу маалыматты кеңири ала бересиздер. Андан биз баштайлы. Qancha yana balay? Qaysi bog' oldat? Buna bog' oldat, ha? Qanchaga berib aytasiz aka? 60 ming. To'rpoq urg'achi erkak. Erkak. Onda bir 500 so'm. Kunda bir kun suylanib qo'ygan ekan. 11 kun 12 minutda 8 ta uy tartibsizlar. Mumkin bo'lsa ko'ra topgan arqlar. Mana shu to'rpoqning bahsi qizitadi. Men kirgandan beri. Qanchaga berib aytasiz? To'rpoqda. Ayko'va. Yana bolava. Buna bog' oldi. Qanchaga? 31 mingga. Nega? Ko'rdingizlarmi? Savadыңыз да башқадан aka. Sütni qanday beradi? O'shadanmi torting? Jo'ng bo'lsangiz, qadam bo'lsin. Ber, mashina ber. 60 ming pul beray, mana bu yashini yashab qo'yibdi. Men basharamni to'qib turib, sizga sog'ib ko'rsatdim bolasi. Bering. Var ko'rnas aka, shuncha savlatimiz bilan chiqib qila olamiz. Sog' yaxshiroq. Hammasini. 4 o'ntan ishlatingchi. Ha, 4 oy ham ishlaydi. Ana. Ishlaydi. To'rpoq erkak urg'achi. Urg'achi. Uy yaxshi uy ekan. Qurutini ham aloqada qilib chiqadi. Bir bo'ladi desa, Uy qanchancı bolasi? 4-chi, 5-chi. Bolasi bo'lsa yaxshi so'rab. Xolis aytib qo'ying. Kelishaveringiz. 60. Qancha ber? 60 ber. Так. Onlar. Qaysi yerdagi bozor qiziq o'tadi hozir? Olib. Bog'liq qanchalar ko'rsatdim? Senlar mana shunga o'xshaydi.
Mına çoğuy boğuldu da bir bulsa. Dıykandan aldı da. Kança berdi atış? Onun arkası var. Ala boğuldu. Senin kaç ekan mına? 80 ekan var. Mına ala oy boğuldu da onlar. Yarım bu dolarını aldı. Bu yarım Kança berdi? 66 bin. Erkek urgaç tutma. Urgaç. Urgaç. Var dedim ona var. Ne gitti bilmeyim. Niye satıldı bilmedim. Hem niye sattınızlar akalar? Ulan uydu ha. Boğaz kana. Kaç ay? 74 bin. 74 bin. Maşıl yerde. Müşirde pazar. Bunu satıldı ha. Alo. Kaça sattınız? 83 ka. Erkek tut olmayan. Ha? Erkek tut olmayan. 83 mi? 83 mi? Yaxşı ekan. Ne qarab turasın? Kaça suradım? Qaysi bo'ldi? Aloy. Bo'z ekan ha? Bo'z. Qancha berdi? 72.500 berdi. 72.500 bu qoq. O to'g'ri. Bo'z ekan, nima deysiz? Bo'z ekan. Bu uyda buni 100 kimlar deydi? Bu ekan ha. Maqullar. O'ltiradi ham adashamiz arasında. Hop. Buna bo'z uy ekan aka. Ya buna bo'z ekan. Kaçpan mı be? Kaç dediniz? Kaç dediniz? 75 mi ekan? Bo'z. 60 ga so'radi u. So'radi ha? Yaxshi uylar. Buna uy bo'ldi ta? Qancha universal bozor? Qanchaga berib edingiz? Berib aytasiz. Qanchaga berib aytasiz? Sen prostraq tartib qo'yading. Adam ko'p. Telefon qilasan, o'zing yurgan bo'lasan. Bu shunisi yaxshi aka. Pensiyaliklarga buna kelib chiqibsiz. Odamlar chiqolmay yurgani qancha? Aytingchi, qancha berib aytadi? 46.500 so'm. Bo'z ekan ha? Bo'z. Bo'z ekan. Xomladar dedi, bo'ltirdi, o'tirdi. Balasi bor dedi. 3 tug'an ha? Yaxshi. Qo'lga aytib qo'y desang aytib. Buni to'qollik kimdan ekan to'qollik? Es yo'q ekan ha? To'qollikdan yaxshi. Sizdan ekan ha? Qancha dedingiz uyda? 90 ming so'm. Erkak urg'och turib Urg'och. Urg'och turib qo'ygan. Ulan ola uy turib qo'ygan. Qancha oldi aka? 80 ming var. Turib erkak o'xshaydi ha? 80 ming so'm var. 55 bin berek. Ola oğlum. 55 bin. Ha? 55. Biraz farklı geldi. 55 bor desangiz bo'ldi ketdi. 55 bin yuka mana. 55 mi? Halillo mana bog' qilyapti ekan. Sizga 55 ga xursandsizmi? Beni qiyilmay, marcha savdo qiling. Bo'ladi. Urg'och ekan. 5 bin bo'ldi. Baraka bu. Ber beraman 4 ming yo'q. Bo'ldi, 55 mingga barakani ayta olasiz. Ayting baraka. Sen jazib. Kelishaverasizlar ham. Bular boshqa joylarga oralab. O'zbek qisiribgan aka. Gumon bo'ldi ha? Qancha berib aytadi? 55 ming berdi. 55. Erkek turib qo'ygan. Urg'ochi. Urg'och. Urdizmi 55 ming toza pulga? Beradigan yeri bo'lsa berardim. Aytayapman, buni qiziqtiradigan tomoni yo'q. Buni Qanchasi bolasi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Jang'achmi? Sutni qanday beradilar? Endi sizlardan oldin siqqan buni. Ma'qul. Berasizmi 55 mingga? Oğlum çoğu ekan. Erkek turib olmaydi, hozir shuni qanchaga so'rayapti ekan? Ha? Qanchaga chiqdi? 100 ming. Qancha berdi? 100 ming so'm. Hayır, men. 100 ming so'm berdi. Yaxshi baho berdi. 100 verdingizmi? Men hech bozorda 100 ming so'm so'ragan bolani ko'ralik, ko'rmadim.
Satып қой мұнаға, мұна дыйқан, ей. Бәлә olsa ham satып қой мұнаға. Berib qo'y shuni. Sotib qo'y bak. Алтыны olsa ham, ey. Rastmi? Aka, 100 mingde таза жетекесін чайына істемедіңіздер. Мұны сатар бербес. 100 мың сом беруді. Тап-таза. Rastmi? Сатасың ба? Сат мұнаны. Maydalan jon 1000 so'm pul bergan. Evet, çayına berip tur çayına. Rastmi? Yanlışlasın. Ne diyen bazar kızı? Ne diyen bazar kızı da? Al koysanıza kapşandı. Bullağı erkek tutmakta uyken. Kança verdiniz aka? 70 ming berishgan ekan, keyin ustiga 1000 so'm beraman dedi. Bukina nasib qol. 80 mingga hech kim chiqarmadi. Mana aka. Tamam, 70 mingga boshqa aytadi. 80 mingga qoldi dedim. Mana aka. Mana shu to'chi zamon qilsam. Şu kaldı ya, yeni kaldı. Süt geçken bu. Allah. Kelganinga o'zim qolmasam mayli. Mana shu bola ham hozir qarmondan turgan bola uchun boshqa chiqardi. 104 ming. Bo'ldi bor ekan. Ammo narsa. Yani mandada shuni menga ber dog'i yo'q. Kimiki bu? Ben kattalarga yaptım. Ne dedin? Kança verdi? Ne dedin? 100 kança verdiniz? 5. 105. Satarsın mı? Yok. Ya satarsın. Oynar var burulga için 5'im koş koş. Sattın mı? Qanchaga? 105'e veresin mi? Evet, Ya bana ver. Puldan kalasın sen az içi. Ya sağır pazarga beriş gerek. Bilmem biroqçı. Balğançı. Turkese Bir tane ver verin dedim. 5 mi son pul koştu? Ver deyqan. Bara. Nikansız bak ha. 105. Neçik aldınız? 105 milyon. Çok çaldı. Erkek turp olmuyor. Nasıl böyle? Ortasına bak. Yıkamından şunday. Mart kuşat da. Taşlar salatın eken tuğunlar. Qancha qaldi? 105 ke. 105 milyon. Manda artık al satar okşaydı pelince. Kaysına kana? Kança verdi? 74 milyon verdi. Turpo erkeğe eken. İşine rağmen de. Özü boz eken. Жақсы бал verdi. Noy жақсы ketdi azıcık. 105 milyon. 105 ke. Tabii bağılatkan yerler var mı turganlar? 60. Bolsa görsanızlar aytыңыздар. O maşul жаққа өттер. Mına kilent ketdi. Baya bu uygun kilenti жоқ өтпеден ankalar mı? Kesilin. Kança verdi? 60 ming verdi. Özü 85 ming so'm dedilar bu jigit. Ko'ring mana. Ma'qul kelsa bering ekan. Hozir bo'lib martga savdo qilib bundan ham baraka qilasiz. Qiymayman. Hozir bo'lib bering. Bu ham sütlü жақсы нәрсе екен. Turpo жоқ o'xshaydi menimcha. Oldida turadi turpo. Buna bo'lib o'tadi. Buna 80 ekranga chiqadi. Buna 80 bo'ladi. Buna 80 ming berdi. Qaysiga? Yeni bolaga bu. Uy cho'ng ekan. Uy cho'ng ekan deydi. Qancha turpo ekan? 4-5-da. Unda borib qoldi ha. Borgan odam 2-3 ta olaveradi. Donar bugungi chiqarishda men sizlarga bog'layotgan yerlarda realni bog'larni zo'roq chiqarib ko'rsatib berdim. Endi shuni chiqarsangiz buqani kichkina qo'sh o'yindag'in, ondan so'ng jiyintiqlayman. Mana shu uyda so'rab qo'yin ham turpog'i janimda ekan. Aka, o'sha qancha bo'ldi turpog'i menen? Yo'q, emas saqla. Ya, qancha dedingiz? Qancha kem bor deydi? Qancha kem bor deysiz? 100? 100 kem. Turpo erkakmi? Turpo erkak. Shunda bizning hozirgi chiqarilishimiz 20 minutga boradi ekan. Qaysi buqa bo'ldi? Assalomu alaykum. Shunaqa. Yeko, qancha verdingiz o'shaga? 155 ming. 155 ming so'm.
7500'den. Ola mı? Aç. Ya buna to'qolni qarangizlar. Kimdan ekan bu? Boshi o'zgacha ekan ha. Kimdan ekan bu, sizdanmi? Qaysi bo'ldi akalar? Qancha verdingiz? 55 mi? To'qol kimdan ekan bu? 120 ga bermek ba? İşte bakın. Görmüyor. Asırıp tam söz görsetmiyor. Tak. Mana bu konular. Çoğunluklar tamaşalayapsız da. Buna çoğunluklar kimden ekan, sizdanmi? Kimden, sizdanmi? Qancha dediniz bu qani? 180 dedi abi. Özün ha? Qanchaga so'radi qiziqchari? 155 kilo o'tar. 155 mi? Voy öğretotgan tuğanlar. Voy, ulan teröz. Çoğunrak buqalar ko'rsatamiz. Buna buqalar kimden ekan? Bular Simentov. Buqalar kimden ekan bunlar? Sizlardan emasmi? Boğazardın çoğunraqtары kirgen bolsa aralap ko'rsatib ketamiz. Buna buqa qancha qo'y berdi aka? 115 mingga bermay qo'ydilar. Yaxshi ba. Bundan bular cho'ng buqa ekan. O'ta yetti ko'p beradi buna. Jumuru narsa ekan. Buqa qancha qo'y berdilar? 130 lira. 130 dedinizler ha? 100'lü verdi mi? 106 mı? 106 mı? 106 mı? Жақсы. Bu etті көп береді. Дың нәрсе екен да. Бұла қашқа бұлған не екен ha? Қанша кем бұл қашқа бұлған ке? 130 km var. 130 bin kem var. Қаншаға сұрады? 14 lira. 14. Hop. Deyek ama 150 yerine ya. Қайсыны? Мұнан өзін бі? Özün. Özün 150 km. Buna buqa kimden ekan? Buna buqani qaranglar. Qana. Qanchaga bermaydi aka? 120 taydı butadım diyor. Ha? 120 taydı butadım deb turibsiz. Ha, siz so'radingizmi? 120 ga cheyin bitovi deb so'rab turibdilar. Ala buqani jana kirib ketganini ko'rganmiz. Biroq bahosin so'ray olgan emasmiz. Qancha dedingizlar buqani? 200 mi? 130 vermedi mi? 130'a vermedi. Doğanlar, bugünkü çağrışını gördünüzler mi? Ben bu kovasardın en akırına geldim. Bu жағында ешнәрсе жоқ. Наркодарбаздан кирип келип ушул бааны машуриятты полный бери чейин билип келдим. Эми ушул жерден жыйынтыктаймын. 18 бой болду. Кийинки чыгарышка бооз уйларды жана ушул эркин баш торпокторду, бунажындарды чыгарып өтөм. Биздин чыгарыштарда буну чейин көрүп турсуңуздар.